Ogoh bo'ling. Qayg'uli xabar. O'zbekiston viloyatlarining yana birida dahshatli fojia ro'y berdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hoziroq 3-5 kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Barcha uchun kerakli va muhim bo'lgan mavzudagi videoroliklarni tayyorlab taqdim etib borishda davom etamiz. 2 aprel kuni Qo'qon shahrida bir oilaning 4 nafar a'zosi, 3 nafar voyaga yetmagan bolalar va ularning onasi is gazdan zaharlanib vafot etishdi. Oilaning boshi, ya'ni ota esa shifoxonada. Kuz-qish mavsumi tugaganda bunday ko'ngilsiz hodisalarning sodir bo'lishi ko'ngilni xira qiladi. Aytilishicha, demaxotga yomg'ir suvlari to'planib qolishi oqibatida shunday ko'ngilsizlik sodir bo'lgan. Bir oiladan 4 kishining vafoti katta yo'qotish. Is gazdan ogoh bo'ling. O'zingiz va atrofdagilarni ehtiyot qiling. Omonat dunyoda barchangiz omon bo'ling.